programını Şinjan Ehsan Mayçılık Çeklik Şirketi alaydı qollagan. Assalamu alaykum ekranidagi barcha aziz ko'rmanlar, hammalarga riyosetchi qarindoshlar Nijat Vali Yaqubdan suyunchilik salom, oliy ehtirom. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyaning har juma kuni Urumchi vaqti soat 7 dan 18 minut o'tgan chog'da dal vaqtida diqqatingizda bo'lgan Ichil dasxonim programmasi. O'zimiz va o'zga millatlarning isil taomlari Ichil dasxonimda, cho'lponlar bilan bo'lgan eng yaqin orliq Ichil dasxonimda. Shunaqla qozon pishiriki ko'ngillik baranglarmi albatta bizning Ichil dasxonimda. Shunlashqa Ichil dasxonim, isil dasxonim. Qadrli do'stlar, bizning bu programmamiz 5 ayning 5-iga to'g'ri keldi. Albatta meylanga ayon bo'lganidek 5 ayning 1 kuni xalqaro emgakchilar bayrami. Biz oldi bilan mamlakatimizning shunaqla avtonom rayonimizning taraqqiyoti uchun tirikchilik ko'rsatayotgan jumladan oilasining texmo barakatlik, texmo osoyishlik bo'lish uchun kuch qo'shayotgan barliq emgakchi qarindoshlarga bayramlik salomimizni yo'llaymiz. Undan boshqa 5 ayning 4-kuni bo'lsa, menga o'xshash yosh do'stlarning bayrami. Albatta biz bu munosabat bilan yana o'xshashlar hayotining oltin tasli bo'lgan yoshlik mazgilida o'zini qudrat topqizish uchun tirikchilik ko'rsatayotgan barcha qarindoshlarımızga bayramlik salomimizni yo'llaymiz. Bayram kunlarini osoyishlik ichida o'tkay. Albatta qarindoshlar, mana shunday bayram kunlarida biz o'xshagan tamoqlarni tayyorlab, o'zimizga sovg'a qilsak bo'ldi. O'z navbatida bizning ana shu emgakchi qarindoshlarimizga yoki yosh do'stlarimizga bir taqsi o'xshagan tamoqni sunish orqali ularga ko'ngil izhor qilsak tamamen bo'ladi. Undaqda biz bugungi programmamizda zodi kim bilan qanday o'xshagan tamoqni etishni o'rganganimiz, shundaqla sizlarga o'rgatib qo'yganimiz. Albatta bugungi programmamizmi sizlar uchun intayin g'animat sanaldi. Undaqda ekran oldidan jiroq ketmay turinglar. Nijat hazırlık aytib keladi. Bu programını Şinjan Qarashahar Yasinjan Yemeklik Çeklik Mas'uliyet Şirketi alaydı qollagan. Biz bugungi programmamizga Beyjan Junkun guruhi san'at ömrikininki boshlig'i Rizvongul Ibrohim xonimni alaydı taklif qildik. Assalomu alaykum Rizvongullar, sizni qarshi olamiz. Va alaykum assalom. Rizvongullarni ko'rib intayin xursand bo'ldik. Balkim Rizvongullarni bizning ekran oldida ko'rmanlarimiz ekran yuz orqali ko'rib boqqan bo'lishi mumkin va yoki usul kechilik kanaliga qatnashib boqqan bo'lishi mumkin. Bugun programmamizda sizni ko'rib intayin xursand bo'ldik. Do'stlarga salomingizni yo'llaymiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Yaxshimisizlar? Emgakchilar bayraminglarga, yoshlar bayraminglarga muborak bo'lsin. Bugun sizlarga o'zim eng yoqtirib etadigan taomlardan birini ag'ash keldim. Vah, bek yaxshi bo'ldi. Biz qozon beshidagi pokiz ziratli kiyimlarimizni kiyib olaylik. Uningdagi do'stlarga bu tamoqning zodi nima ekanligini, qanday etadiganligini deb beraylik. Bo'ldi? Bo'ldi. Programmamizga ishlatgan oshxona buyumlarini Nazifa shirkati ta'minlagan. Bunday bo'lsa biz oldi bilan do'stlar bugungi mush tamoqni tayyorlashga ketadigan xurishlar bilan bir tunishib chiqsak, eng oldi bilan bugun zodim tamoq etamiz. Bugun etadigan tamog'imiz bir alay tamoq. Buniki mayda deb tugatasiz programmani. Lekin undaq emas. Bu tamoqlarning ismi hamda o'zimiz Uyg'urcha atilishi buni ay pari desek bo'ldi, ay ko'z. Chunki bu hamda bekchiroq tamoq. Buni chiqqandan keyin dasxonning ichida qarsangiz buni ayrim farqlanib turdi. Bu ba'zi vaqtda ko'zga o'xshaydi, ba'zi vaqtda bir ichilib qolgan bir gulga o'xshaydi. Shuning uchun buni mencha ay pari deb alsaq muvofiq bo'lamdikin. Bo'ladi, undaq bo'lsa bunday qilaylik. Ba'zimi shu erlar bakanda ayoliga nima tamoq atgan desa, yeb bo'lgandan keyin unga ism qo'yaylik dedi. Qanchалashqa bugun ittifoqayli, ittifoq biroz ay pariga o'xshamdi, bil pariga o'xshamdi, shundan qarab ism qo'yaylik. Bunun ketidan xurishlar bo'lsa, başta biz tuxum. Tuxum asos qildi bunun uchun rol. Yani yerlik tuxumdan. Yerlik tuxumdan. Qanday tuxum bo'lsa bilaverdi. Anandikin ko'kmush, qizilmush, baş piyaz, tandir, anandikin nurg'un tetutqilar. Masalan biz qiyim qilgan ishlatadigan nurg'un tetutqilarimiz var. Bunun uchun muvofiq keldi. Anandikin bizniki yaxshi qo'yniki yaxshi yerdan, qarroq yerdan to'g'rab, bunga azroq o'sni qo'shimiz. Lekin go'sht ancha jiq ketmaydi ekanda yana. Bunun hamda shu qiyim qilgan azroqli go'sht ketadi. Bunga qilib bo'lgandan keyin shu tuxumniki texmi yaxshi yeyishlik bo'lish uchun go'sht bek muhim rol o'ynaydi. Ay ko'z, ya'ni oblitkaga ketarlik materiallar. Tuxum, qo'y go'shti, bash piyoz, ko'kmush, qizilmush, kraxmal, tuz, zira talqini, qarmush talqini. Programmamizga ishlatgan oshxona buyumlarini Nazifa shirkati ta'minlagan. Bunday qilsa hozir qo'limizni mujib kirdik, vaqtni chang tutib, tamoq tayyorlab ketardik. Bo'ldi. Oldi bilan nima ish qilamiz ada? Oldi bilan tuxumni bu quruq qozonning ichiga bir oqur tizib olamiz. Chunki tuxumni pishirgan chog'da, mushunda quruq holatda tizib olgan chog'da tuxumni turoqli pishidi. Seriq piti, eq piti shuna undan chiqadi. Tashlamaymiz shuni ama. Suv quyib tashlagan chog'dami ba'zi vaqtida tuxumni yerilib ketishi, oqlarniki chichirab taloq chiqitishi, shunday sifatsiz bo'lib qolishini oldini olish uchun mana bu holatda turoq qo'yib olamiz. Turoqli qo'yib olamiz. Jim turib olgan ekan, uniki seriqlaylab o'tirib keldi ekanda.
Endi bu iş özünüzün mijazi o'xshash. Chunki turgan vaqtingizda mijozingizga yaxshi bo'ladi emasmi? Vay, pek yaxshidingiz. O'z tamoq etgan chog'da xuddi bir mehmondorlik qilganga o'xshash, yaxshi bir kayfiyatlarni o'ziga mujassamlashtirib, uydagi odamlarning hissiyotini o'ziga yaqin qilish asosida o'qitib aytman desa, chuqur mijozni turaqlashtirish kerak. Ularniki xushal kayfiyat bilan. Shundoq. Ma'qul, unaqlasa bizning suyukli qarindoshlarimiz darhol qo'liga qalam, qog'oz elib bu materiallarni xotirlab olg'ash to'sin. Biz tuxum pishqichilik, boshqa mashg'ulotlarni tamomlag'ash turaylik. Bunga tuxum pishqish orliqda bizniki shu go'shtni qiyma qilish, go'shtni qiyma qilgan vaqtimizda cho'qim qar yerini ilib, mayliq yer o'pga sunmaydi. ko'ngilga tegmaydigan, ham yeyishlik qilish uchun go'shtning qar yerini ilib olamiz. Shunda hozir mana shu Rizongul xonim aytdi, chevarchaqanlik bilan ishlatayotgan turmush buyumlarini ta'minlagan Nazifa turmush buyumlariga alayda rahmatimizni bildirish bilan birga sap bug'doy unidan yasalgan naiti ishonchlik bo'lgan unlar bilan ta'minlangan xo'tan barkat un yog' pishiqlab ishlash soatiga, undan boshqa qaydu mahsulotlarga, ehson yog'chiligiga va shunaqla oqbostan ochiq suyga cho'nqur tashakkurimizni, rahmatimizni bildiramiz. Ularning sheriksanan kundan kunga ro'doq tepishib tilaklashmiz. Buni qilsam buni biz qiyma olati to'g'ramdik. Buni endi biz odatdagi qiyma qilgandan inchkroq qilib, buni terim ushoq qilamiz. Demak, mantining qiymasidami ushoq qildik ekanmizda? Onunkidan ushoq qilsak terim yeyishlik bo'ldi. Chunki uni tuxumni ichiga olamiz emasmi? Rizongul unda qilsam deb siz qanday qilib dastlabki mushkasb qiziq qolgan endi oilangizning mushkasbini qo'llaydiganlar, yoki mushkasb bilan shug'ullanuvchilar bormi? Yo'q, men qarmay tug'ilgan, endi bizniki neft o'rni bo'lgankin, dadalarimiz, apalarimiz emas neftning ishchisi. Shunga bo'lgankin biz bu san'at degan narsa bularning iqimida, xiyolda bek jiroqchi. Lekin mening dadam deyishcha, endi osh kichik vaqtimda muzika chiqsalar, to'xtamay usta o'ynaydi ekanman-da. Shuning bilan shu san'at maktabiga kelib o'qib, shu mushkasbni egib ketdik. Endi yuqorida sizni Beyjanda xizmat qildi deb so'zlab o'tdim. Endi siz qanday qilib Beyjanga berib xizmat qilishni yo Beyjanda turib kelishni o'ylab qoldingiz? Men maktab bitagandan keyin Qarmay ketgan, Qarmay san'at maktabini bitagandan keyin Qarmay ketgandan keyin Qarmay san'at o'migida bir mazgil ishladim. Andan keyin o'zimning turmush ehtiyojini qondirish uchun Urumchiga kelib kelib, yosh o'smirlar sarayida usul o'qituvchi bo'lib ishlagan. Andan keyin 2003-yili mushtaq o'zimni yana bir bosqich sinab beqish uchun Beijingdagi Jonkun guruhiga imtihon berib a'zo bo'lib kirgan. Vaqtida bularniki asosli qilgan ishi Jongunniki Xinjiangning madaniyatini hamda Jonguning madaniyatini xalqaro o'zlantirish rolini o'taydi ekan. Men bu yerga qiziqib qilib, mening kasbimniki bir kishilik o'rni borligini o'ylab, shuning bilan uydagilarning ruxsati orqali yosh o'smirlar sarayidagi xizmatimni istifa berdi. Beyjing ketgan. Buning bir shijoat talab qildi deymada. Yana yo'g'onroq shaharlarga berib taraqqi qilishni o'yladim men. Ham buning qartam o'zimning saviyam chog'liq. Bu yer borgandan nurg'un qiyinchiliklar yo'liqman. Shu orqali Beyjingga berib 2004-yili Beijing Millatlar institutininki aspirant kasbida, usul ijodiyat kasbida o'qiyotdim. 12 yil o'tdi men shu shirkatda ishlayotgani. 12 yil guruhda ishlaman. Shu guruhda 12 yilgacha bir bal 12 yosh kirdi ekan. Hozircha endi qazon, uni ichida qozongan natijalarim meni hozirgi vaqtimda belgilab beradi deb o'ylayman. Vah, yaxshi xulosalab berdingiz. Xo'sh, ekrandagi aziz ko'rmanlar, mana Rizonguldan bilan ko'ngillik paranglari bo'lg'ash, biz bugun tayyorlagan go'shtimizni qiyma qilib, yana ushoq qiyma qilib tayyor qilib oldik. Shunaqa. Undan boshqa tuxumni hozir qaynab qo'yib deyman. Uning atrofida qaynatib pishirdik. Endi bu pishqancha cho'qim to'liq pishgan holat kelish kerak, menimcha. Ichiga suv qo'qta so'maydi-da, shunami? Undan xo'sa hozir ham go'shtni tayyor qilib oldik. Tuxumni pishirib oldik, endi nima ish qilamiz? Suyun içine bunu yuvalımız. Onki soğuk suyunu ötküzemdik yoki hozir tutib turamdi? Soğuk suyunu ötküzsek terim yaxshi bo'ladi. Soğuk suyunu ötküzsek. Bundan da biz bugün pişirgan tuxum 2 3 4 5 6 8 9 10 12 ta tuxum pishirib oldik. Shunaqa. Piyozni çok qancha ketilmiş 12 tuxum uchun. Yo'qlar qo'shib var, kichikroq bo'lsa, yerim baş. Endi yuqorida biz sizning xizmatingiz to'g'risida to'xtalib o'tdik-da. Albatta endi shu oilangiz to'g'risida mazaq bir so'zlar boshlanib qolgan. Endi oilangizni agarda ruxsat qilsangiz tushuntirsak bo'ladimi? Aytim oddiy. Yaxshi yo'lishim bor. 2 o'mak qizim bor.
Bizim ötüsü 15 yıl oldu. Hazır hem de usul işleş, usul icadiyeti bilen köpürek şoğulun diken sizde. Piyazdan biz çoğurak baş piyaz oğaçka bir dal baş piyaz doğru aldık şuna akla da. Onun başkan bir kızılmış kökmüşlerini doğramdık. Bunu azrak edip koysak azrak terkırsın boldu. Çünkü bazı öylerde küçük ballar var. Açık olup gelse yiyemiyordu. Bunu biz kaçık doğrayımız? Bu kızılmışını yerim. Üçten bir kısım olsa. Hoş, ikraldık gezi görmeler Köratxonalar Şinjan Televiziya Stansiyan Şimali Davan yılgıcıyla çıkan Cihangir müziklik tamakhanısında görünüşke ilinib atkan. İçildasından programısı şu da Rızangil Hanım bizge ismini tek koymahan alaydı bir türlü tamakını etişini ütüp koyatıdı. Azır asas cihetin köpünçü meşgulatlarını Rızangil'den ütüp atıdı. Özü ötede ikraldık görmelerimizden ama her bir baskışlık olduğum vermek estaylıkla hatırlı ilişini yaki kalsa koyu ilişini ümit kılınız. Bu programını Şinjan Eksan Mayçılık Çekiliş Şirketi alaydı kollagan. Hazır hem de programımızdan tohum aklaş basıqçıға etki alıq. Bu basıqçıға biz yana işikə alaydı əziz mehmenimizlə təqib qıldıq ədə. Onlar kimlər kəlikin bilginiz var mı? Bilgin var. Onlar obası mı? O maqşıqı qızanız. Qarşalımız Mikilola? Qolçaqla. Mikilola. Assalamu alaikum. Mana büyük programımızdan alaydı təkliflik əziz mehmanları sübtədə qadam təşrif qıldı. Ekran aldıdık dostlarga salam yollayıram siz. Assalamu alaikum deyik. Assalamu alaikum. Sizin apınız tamaq qıdak usta, tuxum aqlaş qıdak usta deyil bizə aqlaş beren bulamdı. Maqul. Onda qo'sa apınız müştamaqını sizlərə daim itib berəmdi. Daim itib berəmdə. Yaxşı görəm sizlər. Nimişki yaxşı görürsüz? Pek tatlı mı? İşçi günlerini saldık ya onunki. Bilemsiz. Bilmem. Pek etme. Gül. Piyaş. Şekla. Tuxum yeyishni yaxshi ko'ramsiz? Ha? Yaxshi ko'ramsiz siz uchun? Yaxshi ko'ramsiz. Demisman bu mana shunday tuxumni lekin ba'zi kichik do'stlar bevosita yeyishsa toza yeyishni yaxshi ko'rmaydi ekan. Balki mana shunday o'zlari yaxshi ko'rgan qiymalarini, go'shtlarni ichsa, alayda bir turli tomoq tayyorlash orqali ularning ishtahasini ichib, ularning badaniga quvvat tomoqlarni tayyorlab bergan bo'lishi mumkin. Shunday qiladi. Bu gapni undan dediniz, öylerde balaga tuxum yegizib olamaymiz. Ba'zi balalar tuxumning eqini yaxshi ko'rdi, ba'zi balalar tuxumning seyriqini yaxshi ko'rdi. Ya'ni ba'zi balalar tuxumni faqat yaxshi ko'rmaydi. Ham tuxumning tarkibida eqi bo'lsa, sovuq, seyriqi bo'lsa issiq rolni o'taydi. Shunday bo'lgandan keyin buni qilish orqali, bu tomoqni qilish orqali kichkina bo'lsin bolalarning badaniga aqsillarni, uning quvvatini to'liqlash. Shunday. Chunki endi bizga bo'libmush o'sib ketilish mezgilida texnik bakrak kerak bo'lganini balkim uning teshidagi aqsil moddasi shunaqo bo'yni o'stiradigan salomatlikka ham foydali bo'lgan aqsil moddasini iste'mol qilish uchun ichiga boshqacha materiallarni silish orqali ularni jalb qilish maqsadiga yetkazib bo'ldi. Bu naxos qo'lchaqlar biz hozir tuxumni aqlab tayyor qilib oldik. Ililik qapani atgan bugungi mushtamaq o'xshamdi, o'xshamdi. Ililik birga yapaylik bilamdi. Bunda xos ustalarga berib bizni saqlab turadilar bilamdi. Xo'sh. Bu programını Şinjan Qarashahar Yasinjan Yemeklik Çeklik Mas'uliyet Şirketi alaydı qollagan. Endi nima ish qilamiz da? Endi bu tuxumniki eqini bir yoqqa olib, serig'ini buni ichiga solamiz. Serig'ini buni ichiga solamiz. Buni qancha tal ketadi? Buni 3 tal tuxum bo'lsin buni. 3 tal tuxum atrofida o'sib bo'ldi shunaqa. Sharqatning programmangizni ko'rgan vaqtimizda men ashta o'ylaydim, bu bola chuqur tomoqlar ustib ketdi deb. Biz haqiqatan ustib ketibsiz. Bo'ldi, unda hozir tuxumning serig'ini ishlatamiz, bo'ldimi? Bo'ldi. Eqini ishlatmaymiz. Bunda qanchada seriq endi tuxumning sirtiga yugaydigan bir chapan, bir qat chapan yasaymiz emasmi? Shuningga bunga azroq kraxmal ketibimiz. Ketayotgandan keyin kraxmaldan kichik qo'shiqda 4 qo'shiq atrofida sassaq bo'ldi ekan. Buni azroq kraxmal aralashtirib, buni ilashtirib olamiz. Ilashtirib olamiz. Endi siz buni ilashtirgach, to'g'risi men qozonga o't yoqib, mayni qizsam bo'lamdi-da. Siz mayni qizitib, u yoqda tuxumni mayni o'tkazib, men bu yoqda qiymini tayyor qilay. Bo'ldi. Bugun programmamiz alayda qo'llab-quvvatlagan Ehson Yog'chilikqa rahmatimizni bildirish bilan birga mana shunday chiroyli turmush buyumlarini ta'minlagan Nazifa turmushlik buyumlarga uning boshqa alosbat bug'doydan ishlangan un bilan ta'minlagan xotin barkat un yalqishiqlab ishlash soatiga va shundoqla haydu tetik qo'llarga hamda oqosdan ochiq suyuqmi rahmatimizni bildiramiz. Allohimiz yog'ni qancha qo'yasam bo'ldi, faqat shuni qizartirishga yetarli qo'ysam bo'ladimi? Sal chiqarib qo'yimsiz, kraxman bo'lgan keyin sal yog'ni so'mirishni istaysiz. So'mirib oldi shunaqa bo'lmadi. Yana azroq qo'ysangiz, ishib qolganini ishlatsak bo'ldi. Ishlatib bo'ladimi? Ishib qolgan yog'ni yana piyolaga qo'yib, yana bir qitim vaqtda ishlasak bo'ldi. Ishlasak bo'ldi. Men nasib qazonimni qizitay. Bo'ldi. Siz bu qozonni qizitib nima ish qilsa-da? Men buni qizitib, qiymini qo'rib, tayyor qilib qo'yaman. Bu programmani G'ulji shahar Oqqo'stan ochiq suv va tetim suv zavodi alayda qo'llagan. Shu bir yil urib buni yer yutishimiz kerak ekanda.
Bunu eleştirilip müşkürahman hem yiyegi bağandan keyin. Salsam bo'ldi. Inshaallohda. To'g'rimadi sağınım. Ha, to'g'ri. Ketdim kızım. Amin. Yağını ötküz almışlar. Müşince kısar sulanda. Oldu ya, şimdi ilaçsız oldu. Tam bunu pişirip şeriyanda bazıları seyret tabii ama acırlı çıkırık ya. Ha, Şunak mı? Şunak. Hazır biz şıkkıratın şıkkı meşgulatını tam ilip veriyorum atımız. Bizim için kumdurumu asasiyatın kızırıp şey de kaldı. Hagan kumlarını ben mesela şapaçlapta yapma alamdı. ha, Gerçekten bu. Aşına içe girsep, kırkıtı eleştirip alsınız. Rızan Gülü hazır sizin kazmanızdan korudu şef alkanda hak kuatıdı. Yaxşı buratıdı. Yaxşı mı? Göç pişiş alıp durbatıdı. Göç pişiş doğandan keyin bunga. Başka kuruşlarını salınız. Ben de bunun dağdamalan silişini başladım. Karar için. Göldermekten sağanca kaçak salsız. Bunu yarım koşuk salınız. Yarım koş katına salsız. Karar için talqını saldık hem de karmış. Kahve için kalkandın yarım koş katına da karmıştım kaçak salsız. Karmıştım şu göç karab salınız. Hem kenzire. Kumadı müşince kızar sızlandı ya kısa turandı. Oldu şimdi kızarsa. Doğru ya. Hazır göç asas yakın pişip olan diye piyazını tadı gelsin. Neymiş kalk piyaz vakit geçti çok anlamda. Yok, göçün ki pişiş nispeti piyazlık karganda kıyınarak. Şu aşka göçte pişirip oğandan keyin piyazı pişki yerleştirsek bulduk. Hem de elbette minor çoğan çağrı hazır bunu mayda düzeltişimizdeki maksat bunu ekonomik çoğuluk yapması ki onun da çörük tekini yiyiş kırış için Ha, şundak. Men ama o kökmüş kızılmış saldığa vaktim geldi. Bunu tuxumdan seyirkan yiyilmamda. Ha, bunu mesut tuxumdan seyrikini yediğen küçük balada. Küçük balar yiyen kısmımızı kesip versek bulandı. Ha, siz nekçi mi? Oldu. Hem de çoğulan yaktırıp yedemez mi o? Bundak yegen çağda köngül teymeydi, teğim yiyiştik buldu. Hazır pamukımız masasiyatla korulup kıymalarımı teyap oldu. Benim için basmışlarımız barabara tamamını tügeyer etmeye vaat olur değil mi? Hem de taksi çıkıdan vakti az kaldı. Aşınama? Hem de bunu korup oğan yekti, bunu az miktarda su koyup, bunu azırak demağızımız. Bunda boğan çağda göç bilen piyaz teğim yaxşı bulup temlik. İyi işi doşunda tam yumuşak pişiyor. Yumuşak pişiyor da. Lekin az koyuşumuz gerek söyledin Az koyuşumuz, muş sapıkta yerim sapıkta Şorpuluk mu sakın buldu? Ha, buldu. Buldu. Demağız etimiz. Bu vaktini yitip, bir minut mağazımız. Onun için biz tuxumdan eki bilen seyrikini arı etimiz. Arı etip, Yakından seyirkanı ayırayımız. arıyımız. İbaytın nicat işkeni yapıptı. İşkeni bir taraf buldum. Özellikle şu hayatımın tehdit küçük çıkarmay programımızın muvaffakiyet görünüşü ilmişi için ondan seyirkadın bir taraf buldum. Bundan çeyli işletemdi o. Bunu hem de sizdeki İbaytın bir taraf kıldığan ballar çıksa, hevesi buldu. Adette oturup ismi buldu da. Adet oturup isim buldu. Bunu bir ayrım bir lazı açık sular bilen koysanız ayrım bir soğuk say çıkdı. Müş ne özünün için, müş takılıp. Ama bunu nait yaxşı maydın ötkazgeçke. Ha, bu şundak ondan çıktı. Ölçemlik çıktı. Ha, ölçemlik iki bitti, seyrek ötüp çıktı. Bəzilərən seyrik qarp etdi. Bu hem de özünüzün ömür ona ait ıslığında ifade berdi. Bunu ibaytımız bir maydı bir qitim ötküzü ağaçka, bunun seyrik bilen ekimi nait gepanlaydı. Seyrikmişler bütün çıktı, ekmişler çıraylık kap kaldı. Bununla bir yer koygan ki onun ekinin içine biz ibaytın kılağın kıyımızını bunu içine salımız. Bu programını Şinjan Ehsan Mayçılık Çekik Şirketi alaydı qollagan. Nicat emdime azrak bunun çıraylık kıldığı bir hoş tayarlarını olma. Onun için siz muş kıyımını erinmeymişsin içine azraktın toşkıcı silin. Haklı buldu. Hem sana üstüge lıkkıdı kılıp buldu. Keşipke somaydı. Yok. Bu basmıştı ben çok anlayıp yaxşı erçilikten tamamlayalayım. Bunun azrak pendir kıyamı salıma. Kuşuk silip. Siz hazır qarğança yana bir xil narsaga tayyorlik qilib sizlar da. Aşna çıraylık buluş uchunchu. Buni ustiga yana azroq bir bezaklar bor ekanda. Hozir men qiymini sizlarga istaldim buni texmi yeyishlik texmi mizlik bo'lishi uchun qiymini cho'qim intayin ushshaq qilishimiz kerak ekan. Shunaqmi? Piyozni ushshaq to'g'rasak o'g'rak. Hozir men qarsam da siz hozir pomidor qiyamiga, ya'ni qaydo pomidor qiyamiga akosdan chiqsaydi azroq aralashtirdingiz, shunami? Ha, bunun da yeyishlik buluş uchun ko'ngil tegmaslik uchun. Yog' qo'ymadoq lekin. Yo'q. Bir xil
xil alayda tetib tayyorlab o'tibsiz-da hozir. Shu o'ziniki yig'i qoldi emasmi, baytim go'sht qo'rgan chaqda. Shuni qarab qildik. Buni yana yoq qo'ysak, ko'ngli tekib qoldi. Tayyor bo'ldi. Mening tayyor bo'ldi. Lekin amaliyotda mayli buning tabiati jihatdan bo'lsin yoki buningki ozuq qimmati jihatdan bo'lsin yoki bek ochiq bo'lib ketmaganligidan bo'lsin, buni bizning cho'nglarimiz iste'mol qilsa-mu, etib yeb ko'rsimi, bo'lgan bir xil tamoq turi ekan. Shunaqa. O'zini o'tida mana bugun Rozongillarning kesinat hayoti turmushi bilan tanishgach, bugun aydi. O'xshagan bir turlik alayda tamoqni etishni o'rganib oldik. Bu haqiqatan siz deganda ko'zgimi o'xshab qoldi ekan. Shunaqa. Buni bir ism qo'yib beramiz Nijat. Buni nimasini qo'ysak bo'ladi? O'zingizdan qarab bu nimaga o'xshatadi? Pari ko'zi desak bo'ladimi? Pari ko'zi desak bu yerda so'ynagan qizlar bo'lish kerak-da. Unda qo'sin desak bo'ladi. Unda qo'sa-da, buni qilaylik. Biz ham shu buning ko'ziga o'xshab qolganligini namoyon qilish uchun buningga oy ko'z deb ism qo'yaylik. Ha, buni aytdim muvofiq. Ham xalqning isida ishti qolgan. Shu bir tovoqni qo'ltig'ingizga qistiriblam. Undan keyin do'stlaringizga adash, men oy ko'z tayyorlagach keldim desangiz qarab, nimaga yarashgan. Bu programmani Şinjan Qari shahar Yasinjan yemeklik cheklik mas'uliyat şirkati alayda qo'llagan. Rozongildan bilan birlikda mana shu oy ko'z ismli tamoq turini etishni o'rganib oldik hamda do'stlarga tujublab, qanday etishni o'rgatib qo'ydik. Balkim bizniki aqlli ko'rmanlarimiz bu tamoqni qanday etishni o'rganib olgan bo'lsa kerak. Unda qo'sa, endi nurg'ulg'an bizniki aziz ishtirokchilarimiz intayin havas qiladigan shunaqla bizning ishtahalarimizga lazzat berishlaydigan ish bosqichi. Mushu taomga taklif qilish. Bu balonki bir baxtli ish shu. Har qatim tamoqlar pishgandan keyin o'zini shunday chiroyli nazik yeydi. Siz yeshingiz qarablarmadan mushalgaylar qilib negizga. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, biz bu programmamizningki maqsadini ishga oshirgan bu hisoblanamiz. Endi birlikda shu o'xshagan tamqimizga eg'iz tegib boqaylik, bo'lamdi? Bo'ldi. Rahmat. Tayyorlash usuli tuvandikcha. Oldi bilan tuxumni suvda pishirib olamiz. Ondan go'sht, piyoz, ko'kmush va qizilmushlarni ushshaq to'g'raymiz. Tuxum pishqicha to'g'rib olgan qiymaga tuz, qarmuch, zira talqini qatorliqlarni silib, ta'mini tanshab pishiq qo'rib olamiz. Ondan pishgan tuxumning shaklini suyib, pichoq bilan takshi qilib, ikki parcha kesib olamiz. Ondan yana bir qachiga ikki tal tuxumning seriqi va ikki kichik qo'shiq kraxmal uni silib, rosa ilashtiramiz. Ondan parchalab olgan tuxumni tayyorlab olgan tuxum seriqi shirinisiga milab, yog'dan o'tkazamiz. Pishiq tuxumning eqi seriq holatga kelganda tuxumni suzib elib, tuxumning seriqini chiqarib etamiz. Ondan ichiga qo'rib olgan qiymani to'ldiramiz. Oxirida qozonga 2 qo'shiq pomidor qiyomi va ozroq ochiq suv quyib, qo'rib olgandan keyin tayyorlab olgan tomoqning ustiga takshi qo'yamiz. Bu tomoqning ozuqlik qiymati yuqori, kuchli tomoq qatoriga kiradigan bo'lib, tabiiy issiqqa moyil. Bundan qolsa biz oldi bilan shu hammalarni havas qiladigan yeyish bosqichini darhol boshlab ketaylik. Siz oldi bilan cho'nglardan kelsinada. Apasangiz undan keyin ketib boqaylik. O'xshabdimi? Qanchalik o'xshabdi? O'xshabdi. Bek o'xshabdimi? Yaxshi ko'rdingizmi ta'mini? Ha? O'xshab o'tib ketibdimi? Bek yaxshi sharhlab berdingiz bugungi tomoqlar qanchalik o'xshaganligini. Endi cho'ng do'stlar yoqtirib bergandan bu yeb boqaylik, ha? Haqiqatan bakal yeyishlik. Bulutlu en ahırı biz tayyorlab olgan qiyam yeyishni. Bu ham nayda ochiq chuchmal. Hem nayda yeyishlik alayda bir tamoq aynati. Ishonmayki buning ozuqlik qiymati intayin yuqori bo'ladi. Chunki buni biz nayda ehtiyoji bo'lgan aqsil moddasi intayin to'liq. Shunaqa undan boshqa hamda mana shunday tamoq hozirgi faslda yeyishimizga bir qadar mos keldi shunaqla. Buningdagi qiymimi haqiqatan beklam ushaq to'g'ralgan bo'lg'achqa og'izga kirajak erib ketadigan darajada yeyishlik bo'pti. O'zingiz bor berib qoladi. Men yegan vaqtimizda ham deb qo'limizni elib turib, buning qiymasini chechib aytdim siz yeyishingiz to'g'ri emasmi? Ha, o'shundami? Unda sizlar hol yeb qo'ying. Endi buni yegan chaqda cho'qim buning ta'mini birlashtirish uchun qiymasi bilan eqini aratmaslik. Ammo deganda kerakmizda. Na yapqan, bakım yeganda bu da bir yapqan, ko'r boqay. Buni
Ona yegan chaqda texmi ağzına kirgan ki. Jiqroq chiqdi. Jiqroq chiqdi. Endi onun ta'mi o'zingizga tilingizga lo'qli chiqdi. Degan vaqtingiz bunday o'zirilib yeysiz. Demek bizning kichik do'stlarimizmi mana bugungi bu tomoqni, ya'ni Oyko'zni o'xshab o'tib ketibdi deydi. Ishimizga bizningki programmamizningki dastlabki qo'yilishini ko'rgan ko'rganlarimiz shanba kuni cho'qim bu tomoqni itib yeyman degan bir niyatga keldi. Agar shunaqa bo'lgan bo'lsa, biz bu programmamiz orqali o'zimizning maqsadimizga yetgan bo'lardik. Barliq qarindoshlarning mana shuningdek o'xshagan tomoqlarni garchi azroq qo'l tutsimi, oila a'zolari bilan birlikda itib yeqish, shunaqa itib yeqish orqali oilasini texnik zo'r barakatga, osoyishlikqa to'ldirish tilakdoshlik bildiramiz. Ulug' qarindoshlarning keyingi son Ichildasning programmasida riyosatchi qarindoshlar Nijat Vali Yaqub yana kimlar bilan qanday o'xshagan tomoqlarni etishni o'rgangandik. Programmamizni ko'rish imkoniyatini qo'ldan berib qo'ygan do'stlar bo'lsa, albatta bizningki Shinjang televiziya stansiyaning quyi to'r bekitidagi kirib programmalarimizni tanlab ko'rsanglarmi tomonan bo'ladi. Xo'sh, qarindoshlar kelarsan programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Yana alloh xayr. Xo'sh.